Ko'pchilik patent deganda tamom shu brendining nomini tushunadi. Shu suvni uzatib yuboring-da do'stim. Tasavvur qiling, qo'limda chortoq suv. Chortoq suvida 3 ta element bor hozir. Birinchisi mana chortoq degan nom. Bu tovar belgisi. Demak, odamlar tovar belgisi chortoqda ishlata olmaydi. Ikkinchisi, suvda ishlatgan mana bu etiketka, ya'ni dizayn ko'rinishi. Bu dizaynni ikkala yo mualliflik huquqi sifatida o'tkazsa bo'ladi, ro'yxatga olib qo'ysa bo'ladi guvohlik patent, yoki bo'lmasa tovar belgisi sifatida buni o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Uchinchisi, yana o'ziga xos jihati, aytaylik, ushbu shishasi, ya'ni idishi, chortoq suvini. Buni o'ziga xosligi boshqa, ya'ni o'sha anaqalarga, shisha butilkalarga nisbatan ahamiyat qilsangiz, ushbu chortoq suvining idishida tog'lar, chizmalarni burtirib chiqarilgan aksi bor. Ya'ni boshqalar to'g'ri anaqa shishada bo'lsa, bunda aynan o'sha ajratuvchi element bor. Demak, bunday holatlarda, misol uchun, sanoat namunasi sifatida o'tkazsa bo'ladi.